Qanaqa qilib 2 oyda bundan bunga keldim? Ya'ni ancha formamga qaytib qoldim. Birinchi o'rinda bu genetika. Kimdir ozishga, kimdir esa semirishga moyilligi bor. Bizning oilamizda semirishga moyillik kattaroq. Ikkinchidan sport. Butun umr yoshligimdan sport bilan shug'ullanib kelganman. Shunga formamni tiklash ancha osonroq bo'ladi. Uchinchisi bu pitание. Kaloriyaga qarab to'g'ri ovqatlanish, dieta emas. To'rtinchisi esa bandaj va korsetlar. Tuqqaningizdan keyin srazu bandaj va korset taqish mumkin emas. Taxminan bir hafta o'nkunlardan keyin bandaj taqsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, oddiy prostaniyani belingizdan qattiq qilib o'rab olasiz, oldiga orqaga qilib. Qoningiz ancha ichiga kirgandan keyin, taxminan 3-4 haftadan keyin korsetlarni pastlarni taqib yurishingiz ham bo'ladi. Tug'ishimdan oldin har xil korsetlarni XL dan boshlab S gacha olgan edim. Hozirgi paytda esa S ga sig'aman. Bu meni eng yaxshi ko'rgan korsetlarimdan biri. Oyoqlar bilan kiradi. Bellarida kosachkalari bor, ichida ilgiklari, ustidan zamochkasi. Yelkasi ham regulirovka bo'ladi. Taliyani juda ham yaxshi kirdiradi. Men hozir yoz bo'lib ancha isib qolgani uchun bodyga o'tyapman. Bu Skims bodyimni ham korsetlarimni olgan magazindan olganman. Xohlasanglar skrinshot qolinglar. Hozir bunisini ham ko'rsataman. Xaki rangida va buni plus tarafi oldida unaqa zamochkasi bor. Hozirda emizikli bo'lganim uchun bunisi menga ancha qulay. Oyoqlari ham kiradi. Hozir S razmer. Nima deb o'ylaysizlar? Sig'amanmi? Bodysiz turishim mana shunaqa. Ozgina bor, chunki hali 100% formamga qaytganim yo'q. Formam butunlay o'zgargan. Aytib o'tganimdek, emizikli bo'lganim uchun. Kiyib ko'raylikchi, qanaqa turar ekan. Bodyni kiyib oldim. Ancha tortilib turibdi. Beshovni bo'lgani uchun hech qayerda ko'rinmaydi. Bez ko'rsachuq yumshoq. Kiyish oson emas, to'g'ri, chunki bu Skims ko'rganinglardagi juda kichkina bo'ladi. Birinchi oyoqlaringizni kiyg'izib olib, sekin-sekin tepaga tortasiz, yelkalaringizni torta olasiz. Zamochkasining ichida ilgalar bor ekan, ilgalarni o'tkazib, keyin zamochka torta olasiz. Srazu tortib qo'yadi. Homiladorlikdan oldin 53-55 kilo edim. Roddomda tug'ayotgan kunim 69,5 edim, 70 kilo deb hisoblasak, tug'ib bo'lganimdan keyin примерно 65 edim. Hozirgi paytda 60 kiloman. Lekin men uchun eng важныйsi bu vazn emas, figuris. Menga o'zim figuram yoqib turibdi. Ki parametrlarim соответствующий. Но yana ozgina korrektirovka qilish kerak. Sportni kuchaytirib, albatta, правильное питание.